Milliy telekanalda namoyish etiladigan Allo doktor ko'rsatuvi orqali tomoshabinlar mehrini qozongan, tabobat yo'nalishidagi foydali maslahatlari bilan ko'plab fuqarolarga tanish bo'lgan Aziz Komilov bu olamni tark etdi. Aziz Komilov 1981-yil Toshkent viloyatida tug'ilgan. Xalqimiz Aziz Komilovni aholini sog'lom turmush tarziga targ'ib qilishdagi muhim tavsiyalari orqali tanidi. Aziz nafaqat ammam o'g'illari, endi men oramizda 1 yosh bo'lgan, Aziz mendan 1 yosh katta edi. Akam, ham, o'rtog'im har doim telefonlashib turardik. Alloh rahmat qilsin, hech kutmagan narsalar bo'lib ketdi. Qo'ldan kelgancha hamma yordam beradigan yaxshi odam edi. Alloh rahmat qilsin. O'tgan qizini uzatuvdi. Bitta o'g'li qoldi, endi shuni uylantiraman, orzu havasi katta edi. Birovdan xafa bo'lgan odam emasdi. Birovdan hech qachon xafa bo'lmagan. O'tgan kuni o'zi tasvirga olish ishlariga tashrif buyurgandilar. To'g'risini aytish kerak, bu loyihani biz bosh muharririmiz bilan birgalikda ancha yillar oldin boshlashni reja qilgandik. Lekin hech bir vrachni, yaxshi vrachni chin ko'ngildan mablag' o'ylaydigan emas. Chin ko'ngildan bo'ladi-ku, shunaqa insonni kutdik. Aziz akani Shirchoy dasturiga taklif qildim. Mana shu inson, Allo doktor loyihasini boshlovchisi mana shu inson bo'lish kerak deb bosh muharririmizning oldilariga kirdim. Bu inson nomzodini ko'rsatdim. Ularga ham ma'qul bo'ldi. Biz o'zaro o'tirib gaplashdik va loyihaga qabul qilindilar. Aziz Komilovning vafoti uning do'stlarini, sinfdoshlarini ham chuqur qayg'uga soldi, chunki Aziz akani ular 1-2 kun avval tetik, sog'lom holatda ko'rishgan. Ko'pchilikga beminnat xizmat qiladigan, hammaga shifo ulashadigan, yaxshi maslahatlar beradigan do'stimiz edi. 2 kun oldin ham ko'rishganmiz, telefon aloqa qilib, hammamizga to'g'ri ovqatlanishmi, sport bilan shug'ullanish, hammasini shu do'stimiz yetib turardi hammamizga. Ertalab o'g'lim telefon qilib oldi. Mana shunaqa Aziz akani uyda kimdir o'tib qolibdi dedi. G'alati bo'lib qoldim. O'zi bir mahal katta bo'lganmiz. Shu bitta maktabda o'qiganmiz. Aziz bironta nimadir qattiq og'riyotdi desam, "Sen mana bunaqa qilgin, sen o'zing bilan shug'ullangan, sen unaqa qilgin, sen bunaqa qilgin" deb juda ko'p aytardi. Oybek aslida odamlarni tibbiy salohiyati oshsa, kasallik kamayadi deya ko'p aytardilar-da. Mana shu gaplari haligacha yodimda. Har doim bitta narsani aytardilar-da. Biz xalqni dardiga davo bo'ladigan insonlarmiz. Bizi maqsadimiz yagona. Bizani aytadigan so'zlarimiz, beradigan tavsiyalarimiz xalqimizga juda katta bir shifo bo'ladi deya haqiqiy tibbiyot targ'ibotchisi sifatida, haqiqiy shifokor sifatida, hattoki tabib sifatida, bu insonni sportchi sifatida juda ham qattiq hurmat qilardim. Umrlarining oxirgi daqiqalarida sog'liqlardan shikoyat qilganmi biror marta? Umuman o'zi tabobatda yaxshi mutaxassis edi, sportsmen edi. Shifokorlar yuraydi ishda, yuraydi. Hech qachon yuraydan, sog'lig'idan shikoyat qilmagan. Shu paytgacha umuman hayotda niyatlar ko'p edi. Orzu havasi ko'p edi o'ziga yarasha. Farzandlariga, singlariga sabr tilab qolamiz. Yaqinlariga ijodiy jamoamiz nomidan, Allo doktor loyihasi nomidan sabr tilaymiz. Oxiratlari obod bo'lsin. Bunaqa shifokorlar ko'payishini tilakdoshiman. O'zingizni maqsadingizga qarang. Nima istagingizga qarang. Nima istaysiz? O'sha istagingiz sari olg'a qadam bosing. Ishoning, hammasi albatta yaxshi bo'ladi. Marhum bugun peshin namozi vaqtida yaqinlari, do'stlari tomonidan aynan mana shu qabristonga dafn etildi. Aziz Komilov ko'rsatuvdagi chiqishlari, foydali ma'lumotlari bilan odamlar qalbida mangu yashaydi. Milliy telekanali marhumning vafoti munosabati bilan uning oilasiga chuqur hamdardlik bildiradi.